Assalomu alaykum do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 8-dekabr 2025-yil. Navbatdagi laboga ham chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Bu laboni ichlariga tunikani o'zi o'ralgan, orqalariga esa kontent pok qo'yilgan. Mana buni flex qo'yilgan, yonlariga tunikani o'zi o'ralgan, bez shumkali varianti bo'lgan. Hop, akamizning poliga rezinkasi bor ekan o'zini, mana rezinka. Bizda ham alohida shunaqa rezinkalar bor, ichlarida ipi bo'ladi, megacha ko'tarilib turadigan rezinkalar bor. Hop, bunaqa zapas balonlar orqada yurishni istamasalaring, tepasiga bagajlari bor. Zapas balonga moslab ketilgan, mana shu joydan balkiga qotirib qo'yilib bo'ldi. Arqon ip bilan bo'ylash shart emas. Yoniga sondiqchalar bor, alohida qo'yiladi. Mana bu yoniga. Mana bu akkumulyatorda yomg'irli kunlarda zashta qilib turadi. Ichiga arqon kuluvchilar behijolat siquradi. Mana bunaqa yomg'irli kunlarda arqonlarning tashqarida ho'l bo'lib qolmaydi. Shu narsani ham e'tiborga olib qo'yasizlar. Mana bunisi dugasi bo'ladi. Mana bunaqa dugalari ham behijolat telefon qilaverasizlar, sotuvda bor, mavjud. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i. Svetofor yaqinida bo'ladi. 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, do'stlar yaqinlarga yuborib qo'ying, kamchiliklarni yozib qo'ying. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, fikrlaringizni bemalol qoldirib, addushi like'larni bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'ling.